Olib kel Hikmatilla. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun sizlar bilan Rayhon milliy taomlarini afsonaviy 5 barmog'ini yeb baho beramiz. Bismillah. Bay. Sergo'sh. Bay. Bu o'zimizning afsonaviy burgerlarimiz. Qazilari bilan. Bu taom go'shtni yaxshi ko'radiganlar uchun. Bay, xeyli bo'lib ketgan bor. Hikmatilla. Lagar. Endi nima deysan endi? Bismillah. Bunaqa katta 5 barmoqdan keyin qaynoqqina choylarni ichib maza qilamiz. Tellab. Tellaganda odamning dardlari, kasalliklari chiqib ketadi. Sizlar qani ham kuzatib turibsizlarmi? 5 barmoq a'lo darajada, a'lo tuzlari, mazalari, go'shtlari, qazilari, surlangan, tuzlangan hammasi doddi. Sizlarni ham Rayhon milliy taomlarida kutib qolamiz. Menga o'xshab 5 barmoqlarni yeb, kuchga to'lib, maza qilib uylarga ketasizlar.